Toshkent shahridagi Salar kanaliga kanalizatsiya suvlarini oqizgan qurilish kompaniyasi 2.2 milliard so'mdan ortiq kompensatsiya to'lashi belgilandi. Poytaxt ekologiya boshqarmasi Yakkasaroy tumani Shota Rustaveli ko'chasida Better Best kompaniyasi tomonidan ko'p qavatli turar joy binosi qurilishi paytida shahar kanalizatsiya quvuriga shikast yetkazganligi yuzasidan o'rganish olib bordi. Unga ko'ra, shikast yetkazilgan quvurdan chiqqan 63936 metr kub suyuq chiqindi hech qanday tozalash ishlarisiz Salar kanaliga to'g'ridan-to'g'ri tashlangani aniqlangan. Suyuq chiqindilardan olingan namunalarda neft mahsulot qoldiqlari belgilangan me'yordan 500.02 marta, azot ammoniy 43.5 marta, muallaq moddalar esa 13.6 marta yuqori ekanligi ma'lum bo'lgan. Qurilish kompaniyasi tabiatni muhofaza qilish to'g'risidagi qonunning 19-moddasi, suv va yer kodekslarining qator moddalari talablarini buzgan deb topilgan va unga jami 2 milliard 220 million 40 ming 905 so'm kompensatsiya hisoblangan.